Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Qizilsuv oblasti qaror kuchlar va razillik chetishlik jinoiy qilmishlarni fosh qilish va mukofotlash chorasini e'lon qilgan. Tramp Xitoyning Huawei shirkatiga aloqador qarornomaga imzo qo'ydi. Xitoyning Shanxay Changning rayonida bir bino o'rilib tushib, 20 dan ortiq kishi xarobalikqa qolgan. San Fransisko shahri soqchilarning chiroy tonish texnikasini ishlatishni chekladi. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda olsun. Şərq Türkistan Qızılsuv oblasti yaqında qaror kuchlar va razillik chetishlik jinoiy qilmishlarni fosh qilish hamda mukofotlash tuzum chorasini e'lon qilgan. Qızılsuv oblastlik hukumat tomonidan e'lon qilingan bu tuzum chorada turli mukofotlash usullarini qo'llanib, ommaviy qaror kuchlar va razillik chetishlik jinoiy qilmishlarni aktivlik bilan fosh qilishga safarbar qilgan. Ma'lum bo'lishicha, qaror kuchlar va razillik chetishlik jinoiy qilmishlar 12 turni o'z ichiga olgan bo'lib, uningdan eng diqqat tortadigan birinchi nuqta millat va din masalasiga taqalgan. Mazkur mukofotlash chorasining birinchi turida millat dinni niqob qilib olib mushtumzorlik qilgan, yezi kentlarning saylimiga aralashib olgan, qonunsiz vaztablik etgan, asabiy ideyalarni targ'ib qilgan, diniy asabiy qilmishlar bilan shug'ullangan jinoyat shaykallarini fosh qilish talab qilingan. Navbatda Xitoy doiralari qo'zg'agan qaror kuchlarga zarb berish va razillikni tugutish to'lqini Uyg'ur diyorida kishilarni masala topshirishga yoki masala fosh qilishga majburlashda keng ko'lamli harakatga aylanib, xalqarodagi kishilik huquq tashkilotlarining andisini qo'zg'amoqda. Xitoyning Sharq Turkistonda millat va diniy masalaga munosabatli kishilarni qaror kuchlar va razillik chetishlik jinoiy qilmishlarning bir turiga aylantirishi kuzatuvchilarning texnik diqqatini qo'zg'amoqda. Ular bu Xitoy hukumatining texnik ko'p Uyg'urlarga qamoq jazosi berish yoki ularni kollektiv holda lagerlarga solash maqsadiga bir bahona bo'lishi mumkin deb qaramoqda. Korli shaharlik hukumat to'rining xabarida 15-may Korli shahridan 2 nafar kishi qaror kuchlar va razillik chetishlik jinoiy qilmishlarning yipuchi bilan ta'minlaganlik uchun 30 ming yuan xalq pul bilan mukofotlangan ekan. Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunistlari bu bir qancha yilda Sharq Turkistonda turk musulmonlari qilgan zulm istamlar qilmagani oz deb atalmış qaror kuchlarga zarb berish bahonasida balini dadini balaga, qo'lim qo'shnilarni o'zaro bir-biriga dushman qiladigan, fosh qilish siyosatini yurgizib, ommachilikda fitna fasod taqitib, o'zaro dushman qilib, o'z go'shini o'z yig'ida qo'rishdek razil o'yinni boshlagan bo'lib, bu orqali nurg'un begunoh xalqni yo'q qilmoqchi bo'lgan dedi. Xitoyning Huawei shirkati bilan tijorat qilgan Amerika shirkatlariga buningdan keyin bu qarornoma orqali embargo yurgizgili bo'ladi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerika shirkatlarining davlat xavfsizligiga tahdid shakllantirgan davlatlardan telefon, telegraf, uchur aloqa aslahalarini elishni cheklaydigan prezidentlik qarornomasiga imzo qo'ydi. Oqsaroy bayonotchisi Sarah Sanders e'lon qilgan yozma bayonotda Donald Trumpning ilm-fan uchur aloqa texnikalari va mulozimatlari bilan ta'minlash sistemasini qo'g'dash temiliq prezidentlik qarornomasiga imzo qo'yganligi bildirildi. Uning asosan Trumpning qarori Amerika shirkatlarining davlat bexatarligiga tahdid shakllantirgan davlatlardan telefon, telegraf, uchur aloqa aslahalarini elishni cheklaydi. Donald Trump Amerikaning telefon, telegraf, uchur aloqa to'rini qo'g'dash maqsadida davlatlik jiddiy holat e'lon qilgan bo'lib, uning tashigan bu qadimidagi qarornomada ismi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, hujum nishonining Xitoy ekanligi bildirildi. Amerika mediasi Xitoy bilan yaqin oylardan buyon ko'rilgan ishlar natijasida Xitoy uchur aloqa shirkati Huawei'ning Amerikadagi qilmishlariga aloqador Trump hukumatining bu xil qadamni tashiganligini ilgari surdi. Amerika matbuotlarining xabarlarida Trump hukumatining buningdan keyin Huawei shirkati bilan tijorat qilgan Amerika shirkatlariga embargo qo'yiladiganligi bildirildi. Xitoy hukumati Oqsaroy doiralarining Amerika shirkatlarining Huawei bilan hamkorlik o'rnatishni cheklash xarakterli bir prezident qarornomasi chiqarishga tayyorlanayotganligiga ilgari norozilik bildirgan va bu qadamga qarata ham nomus qilarlik ham nohaqchilik deb baho bergan edi. Xitoyning Shanxay Changning rayonida o'rilib tushgan ishlab chiqarish binosining xarobilik ostida 20 dan ortiq kishi qolgan bo'lib, 13 kishi qutqizib chiqilganligi uqtirildi. Xitoyning aloqador mas'ullari 16-may shu yer vaqti soat 11 atrofida bino o'rilib tushganligini, taxminan 20 dan ortiq kishining bino ostida qolgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Nurg'un kishining o'rilib tushgan binoning ostida qolganligi taxmin qilinmoqda. Lekin yerlik hukumat mazkur voqea e'lon qilinguncha voqeaning tafsilotidan hech qanday ma'lumot bermagan. Amerika Kaliforniya shtatining San Fransisko shahri Amerikadagi soqchilarning chiroy tonish texnikasini ishlatishni cheklagan tunji shahar bo'ldi. Shaharlik parlament a'zolari 14-may kuni 8 qo'llash belati bir qarshi bilat natijasida bu ma'ni qilish buyrug'ini ma'qulladi.
Bu ma'ni qilish buyruqi mazmuni kengri bo'lgan qonun loyihasining bir qismi bo'lib, bu qonun loyihasiga ko'ra San-Fransiskodagi har qaysi organlar nazorat qilib boshqarish komitetining tasdiqini olgandan keyin ondan chiroy tonish texnikasiga erisha oladi ekan va yoki davomli ishlata oladi ekan. San-Fransisko nazorat qilib boshqarish komitetining a'zosi Aron Peskin, biz bexatarlik davlati bo'lmasaqmi, jamiyatimizni qo'g'daydigan tadbir shundaqla nurg'unlagan munavvar soqchilarimiz bor. Biroq biz soqchi davlatida yashashni xohlamaymiz. Bu qonun mushu tangponliqni ishga oshirishni maqsad qilib o'tganlarni bildirdi. Bu qonun shaharlik hukumat chiroy tonish texnikasini ishlatishni cheklaydi. Lekin shaxslar, shirkatlar va yoki federal hukumatning bu xil texnikani ishlatishni ma'ni qilmaydi. San-Fransiskodagi necha maydon kaskin isbot anglash yig'inida shaxsiyat huquq tashabbuschilari bilan jamoat bexatarligini qo'llovchilar orasida jiddiy munozaralar bo'lgan. San-Fransisko pan texnikada Twitter, Uber, Airbnb'ning bosh shtabi joylashgan uchur shahri. Yangilik yaratadigan shahar bo'lib, bu ma'ni qilish buyrug'ini qo'llovchilarning bildirishicha, chiroy tonish texnikasida kamchiliklar mavjud bo'lib qolmasdan, yana fuqarolarning huquqiga og'ir xavf yetkazadi ekan. Qarshi turg'uvchilarning qarashicha, soqchilarning pan texnikaning yordamida jinoyatchilarni tutish kerak ekan. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.